Ularni yoqtirmagan insonlarga majburlab turmushga bermang. Ularni majburlab, agar sen bunga turmushga chiqmasang, kim seni so'rab keladi demang. Biz allaqachon ularga ha deb qo'yganmiz. Ularga zulm qilib endi yo'q deysanmi demanglar. Bu turdagi nikohlar harom. Men ochiq aytaman, harom. Ma'naviy yoki jismoniy bosim ostida qizingizni turmushga berishingiz aslo mumkin emas. Bu nikoh botil. Bunday nikohlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam paytlarida ham bo'lgan va payg'ambarimiz bunday nikohlarni botil deganlar. Bu haqiqiy nikoh emas. Qachonki qiz o'z xohishi bilan, "Ha, men bu yigitga o'z xohishim bilan turmushga chiqmoqchiman" degunicha, ota tarafdan hech qanday bosimlarsiz, ona tarafdan hech qanday bosimlarsiz, boshqa hech kimdan hech qanday bosimlarsiz, hattoki nikoh kunida ham qiz, "Oyi, men buni xohlamayman" desa, onalar juda ham kech, qizim juda ham kech deyishlariga haqq yo'q. Biz shuncha ish qilib qo'ydik. Yo'q, qiz xohlamadimi? Buni xohlamayman dedimi? Bo'ldi, tamom, to'xtating. Alloh unga bu haqni berib qo'ygan. Siz uni tortib ola olmaysiz. Sizlar uni tiriklayin ko'myapsizlar. Aytgancha bu qizlarni tiriklayin ko'mishni yangicha ko'rinishi. Oldinlari chaqaloqligida tiriklayin borib ko'mib kelishgan. Bugun esa biz nikoh